Salom hammaga. Bugun sizlar bilan mazali somsa qilamiz. Qani ketdik. Birinchi bo'lib piyozlarimizni ajilab olamiz. Keyin kartoshkalarimizni ham ajilab olamiz va kartoshkalarimizni to'g'rashga o'tamiz. Ularni kataksimon qilib to'g'rash kerak. Birinchi bo'lib uzunchoq qilib chiqamiz, keyin ularni to'rtburchak qilib bo'lib chiqamiz. Aytgancha bular uchun piyoz 17 ta kerak bo'ladi. 17 ta yoki 20 ta, kartoshka esa 4 ta. Va mana shunday qilib bo'lib chiqamiz. Keyin bir tovoqchaga solib olamiz va piyozlarimizni ham mana shunday kataksimon qilib to'g'rab chiqamiz. Va go'shtlarni maydalab to'g'rab olamiz. Men to'g'rab olgan edim. Keyin esa piyoz bilan kartoshkaga aralashtiramiz. Aralashtirishimizdan oldin tuz va ziravorlar qo'shib olamiz. Men qo'shib bo'lgan edim. Keyin buni aralashtirib nachinka hosil qilamiz. Agar xamirda nima qilganinglar ko'rsatmadinglar desanglar, biz qilib bo'lgan edik. Uni yumshatib olib yoyapmiz. Avval ularni mana shunday xamirlarni unga belab olamiz. Va oqlov bilan yoyib olamiz. Yaxshilab unga belaymiz. Va mana shunday holga keladi. Keyin bularga boyagi nachinkalarimizni me'yori bilan solib chiqamiz. Rosa ko'p ham emas, rosa kam ham emas. O'rtacha solish kerak. Bo'lmasa boshqalarga ham yetmasligi mumkin. Hammasiga yetishi kerak. Keyin tugib chiqamiz. Birinchi bo'lib ikkita tarafida ushlab shunaqa qilib oldini tugamiz. Keyin orqasini yopishtirib olib, ikki chekkasini tugamiz. Birinchisi menda uncha o'xshamadi, yirtilib ham ketdi. Somsalarni ehtiyotkorlik bilan tugish kerak. Bo'lmasa xamirlari yirtilib ketishi mumkin. Mana menikiga o'xshab. Keyin esa ikkinchisini qilishga o'tdim. Birinchi bo'lib ikki chekkasidan ushlab oldim va bu yerlarini yopib chiqdim, oldilarini. Keyin orqasini oldiga yopishtirib, ikki yonlarini qilib chiqdim. Bu o'xshadi degan umiddaman. Va tuxumni chaqib olib, aralashtirib, somsalarni ustiga surtib chiqdim. Hammasiga yetadigan darajada tuxum bo'lishi kerak. Sekin astalik bilan iloji boricha patnisga tushirmagan holda surtib chiqish kerak. Bu yerda sizlarga hozir ozginasi ko'rinyapti, lekin yana bor. Men hammasiga surtib chiqqanimni ko'rsata olmayman. Bo'lmasa vaqt ko'p ketib qoladi. Mana shu yerda borlarini surtib ko'rsatishga harakat qilaman. Keyin esa mana surtib oldim va qora sedanalarimizni sepib chiqamiz. Birinchisi ko'p bo'lib ketdi. Ikkinchisi yaxshiroq chiqyapti menimcha. Va mana shunday holga keldi hammasi mana bor. Keyin 250 gradusda 40 minutga pechga qo'yamiz. Mana shunday bo'lib chiqdi. Siz ham tayyorlab ko'ring.